Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana ekan, ochiq joyga qulupnaylar ekilgan. Oktyabr 25-chislasida ekilgan ko'chatlar ancha o'ziga kelib qolgan. Holati shunaqa bo'ladi. Men sizlarga bir boshdan tushuntirib beraman. Bu 10 sottiklik parnik bo'ladi. Tepasi ochiq. Joyimiz tog'li joyda joylashgan. Bular qori tagida qoladi. Erta bahordan sekin-sekin rivojlanib chiqib keladi. Mando bo'lib, mana ekan barglari qurg'ashi boshlagan. Bular sekin-sekin to'kilib ketadi. Mana tagidan yangi barg chiqib kelyapti. Suv berishlar to'xtatilgan. Bular qori tagida qoladi. Xudo xolasa erta bahordan chiqib keladi. Qiziqadiganlar mana ekan ko'chatlar xudo xolasa bahordan olishni boshlaymiz. Italyanskiy Aziya degan sortini ekilgan bu joyimizga. Bunisiga Kleriya degan sortini ekilgan. Mana bu tomoniga Koreyskiy Sulxyan sortini ekilgan. Kimga kerak bo'lsa, xudo xolasa mana shu yerga men oxirigacha video qilib ko'rsataman sizlarga. Juda ham chiroyli bo'ladi. Bahor oyida ko'rasizlar qanaqa hosil berishini. Hammasini birma-bir ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu boshlanishi. Bundan oldin ham video qilib tashladim. Ekilayotganlarni ham tashlaganman. Kirib ko'ringlar. Kimda savol javob bo'lsa, shu pastdagi nomerlar o'zimning nomerim bo'ladi. Telegram, WhatsApp bor. Rossiyada yurgan akalarim, ukalar, qulupnayga kim qiziqqan bo'lsa, ko'rishinglar mumkin. Mana ekan, tuvaklarga probaga ekib qo'yilgan. Sababi bular hosil berib bo'lgan, o'zi aslini olganda. Probaga bular sababi tashqarida turibdi. Biz tomonda juda ham sovuq. Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tuman, Yangihoyot qishlog'ida joylashgan. Bular hosilga ham kirgan. Bular o'sha bir marta hosildan olib bo'lingan. Mana ba'dan yana hosilga kiryapti. Mana shunaqa tuvakchalarga eksanglar bo'ladi. Sovuq urmaydi. Bular tashqarida turibdi. Ichkariga olib kirib qo'yish uchun ichkarida hosil bermaydi, gullaydi. Faqat maydaroq hosil berib qolishi mumkin. Tuvaklarda hosil beradigan sort o'zi aslida boshqacha bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Iltimos bitta like bosinglar, kanalimga obuna bo'linglar. Bu kanal hammamizga tegishli bo'ladi. Kimning reklamasi bo'lsa, qulupnay ko'chat bo'yicha, atirgul to'g'risida bo'lsa, kanalimga joylab beraman nomeringlarni qo'yib. Unaqa men pul olmayman reklama uchunga. Ko'rdinglar, men hozirlarga ko'chatlarning ham holatini ko'rsataman. Ichkarida ko'chat ekib qo'yganman. Bu ham mana ko'chatlarim Italyanskiy Aziya degan sortini romga, shuna uy ichiga joylashtirib qo'yganman. Xo'p, holati yaxshi. Masalan, bu yerda hozir kamda bir 4000 taga yaqin ko'chat ekilgan. Ayrim joylarni hozir yomon tarafini ham, yaxshi tarafini ham ko'rsataman sizlarga. Qiziqqanlar bo'lsa, ko'ringlar oxirigacha. Bu juda ham holati yomon. Chunki bunga suv sepganimda men bularni leykada oddiy suvda sug'oraman. Juda ham yomon holati. Sababi bunga suv tegmagan. Ishlar bilan yurib, mana bu tomoni juda ham yaxshi. Hozir bu tomondan oftob tushib turgani uchun sal bargi sarg'iroq ko'rinyapti shekilli sizlarga. O'zi asli unaqa emas. Mana ekan. Ko'chatlarning holati juda ham baquvvat. Bular chunki hali dori yemagan. Hozir dori yesa, masalan,
Empaka degan dorilarimiz beramiz. Qanaqa dori ketadi bularga? Empaka 13-40-13 dan sepish kerak. Men sizlarga yaxshi ko'chatlarni ko'rsatayotganim yo'q. Qo'limga kirganini olib ko'rsatyapman. Bular bahorda xudo xolasa tayyor bo'ladi. Yangi barg chiqaradi. O'sha paytda gullashga ham kelib qoladi. O'sha paytda. Kimga ko'chat kerak bo'lsa, viloyatlarga yetkazib olib borib beraman. Kasetada ham bo'ladi menda ko'chatlar. Bular yerdan chiqarilgan ko'chatlarni stekanlarga bostirib qo'yilgan. Ko'chatlar juda ham baquvvat. Tanasi baquvvat bo'ladi. Endi kim ko'chatlarni oladigan bo'lsa, mana sariq barglarni qo'shilmaydi. Faqat chiroyli ko'chatlarni jo'natib beraman. Viloyatlarga yetkazib beriladi. Qulupnay dunyosi degan kanalimga obuna bo'linglar. Ko'chatlar narxi xudo xolasa 2250-3000 gacha chiqadi. Murano degan sorti bilan Albion degan sorti Rossiyaga zakaz qilib qo'yilgan. Xudo xolasa 1 oy ichida yetib kelsa, Murano bilan Albion sortini ham chiqaraman. Kasetada bo'ladi. Erta bahor oladiganlar zakaz berib qo'ysanglar ham bo'ladi. Men zakaz olishim uchun pul so'ramayman sizlardan, yozib qo'yaman xolos. O'shanga qarab ko'chatlarni kasetalarga chiroyli qilib bosib beraman. Erta bahor eksanglar ham bo'ladi albatta. Koreyskiy Sulxyan sorti ekilgan. Italyanskiy Aziya Kleria degan sortda. Mana bu oddiy video bo'ladi. Men boshqalarga o'xshab haliga hosilni rasmini nima qilib haliga o'xshatib qo'yilgan yo'q, mana ko'rib turibsizlar. Men sekin-sekin mana shuni video qilib tashlab beraman sizlarga. Bular bahordan rivojlanishni boshlaydi. Hammani ishiga omad, sog' bo'linglar. Telegramda gaplashamiz.